медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно тень плету за Юлей амурный клюпик. Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал, заваленные экзамены, ни одного предмета я не стал. 100 репетиций и перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти 4 стиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо.
yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Bilmez bunlar Artık bizler için şahsen meclis bo'lib turibdi-kan. Bizga meclis So'ng Anarapam o'zi shaxsan bir klassga o'tirar ekan bizlarni. Shunday bo'lar ekan. Havas qilib turgan bo'lar ekan. Meclis o'tiribdi dedi. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Sog'ishning muddati tugab, diydorni fursati yetgan bayram. Assalomu alaykum, sog'ishni yig'ib diydor etgan hurmatli aziz o'quvchilarimiz. Demak, 2003-yil bitiruvchilarini Salima ustozimizni hollaridan xabar olish uchun, ularni tabriklash uchun o'quvchilar bilan birgalikda yetib keldik. Shunday chiroyli gullarimiz bilan ustozimizni barcha o'quvchilar, barcha yaqinlar nomidan xursand qilamiz. Hozir ichkariga kiramiz va ustozimizni yuzidagi emotsiyani siz bilan birgalikda gohi bo'lamiz. Kuzatishda davom eting. Hammasi hali oldinda. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida. Ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz. Tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz. Ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida. Ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarini. Sizga akşam aytdim, yerden gece Xudo qalasa sizni duo qilib o'tiramiz, siz oyoqqa turasiz dedim mi? Har qancha tursak kam xizmatida biz. Ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.
otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har Amin, amin. 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 Erdimize sağlık. Sizlerin şu bizlerge bergen terbiyeniz şu dereceye yetiştirdik tek tarafına. Hemmemizin işlerimizi, duazımızı, faziletlerimizi, rızkına izin Assalomu alaykum. Salimaxon ustoz sizni tabriklaymiz. 2003-yil bitiruvchilari, o'quvchilarimizni nomidan tabriklaymiz. Ayniqsa shu ayrim sabablarga ko'ra kelolmagan musofir yurtda yurgan Ilhomboy o'quvchimizni nomidan tabriklaymiz. Sizga inson uchun zarur bo'lgan sihat salomatlik tilaymiz. Dedilar, dunyoda asli kim aziz? Aytdilar, ustozdir, ustoz begumon. Tag'in aytdilarki, aziz shubhasiz ustozning qadriga yetolgan inson. Ustoz yana bir bor tabriklaymiz. Bu chiroyli qarsaklash uchun. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Shu o'quvchilaringiz barcha o'quvchilaringiz nomidan tabriklayman. 20 yil bo'pti. Shunday o'quvchilarni voyaga yetiribsiz. Shunchalik ta'lim tarbiya beribsiz. Opamlarga, akamlarga Allohim yana 40 yilliklar dadam kelib sizni ko'rmay kelib o'tirish nasib etsin. Shu musofirlikdagi Ilhom akamizdan barcha o'quvchilarimiz nomidan tabriklaymiz. Arzimagan bo'lsa-da ham shu o'quvchilarimiz nomidan chiroyli sovg'alar bor. Ular nomidan qabul etasiz. Ustoz dili bahorim, buloqday beg'uborim. Ishongan, suyangan tog'im, omon bo'ling ustozim. Aqlimizga nur ziyo, mehribon padar go'yo, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Komil avlod bog'boni, yuksaltiruvchi vatanni, millatning sharaf shoni, omon bo'ling ustozim. Ustoz yana bir bor tabriklaymiz barcha o'quvchilaringiz nomidan. Har yili sizni o'quvchilaringiz bilan, akamlar, opamlar bilan kelib sizni ko'rib o'tirmoq bizlarga ham nasib qilsin. Shu Izzat akam aytganday, inson uchun kerak bo'lgan sihat, salomatlik, oilaviy tinchlikni sizga tilab qolamiz yana bir bor. Shu chiroyli kunlarni o'quvchilaringiz nomidan sovg'alarni qabul qilasiz. Rahmet, rahmet, rahmet. Shu günlərdə açılıb gəlsin. Selam Kudayım. Mertebelerge erişebilirsinizler. Rahmet. Hemenizge. Padakallarda Ilhomning o'zi siz uchun Voy, canım. Yaxshi, rahmet. hech padaka olmoq ustozlar. Yo'q, o'z sizlarning sog' yurganingiz badarka. Kelib turishlar mana rahmet beringizga. Sog' yurgaysizlar. O'tiring. Ustoz, Çay var mı orada? Çay var, çay için. Al, oturun. Al, oturun, çay. ustoz Ilhomboy akamiz aytdilarki, shu ustozimiz boshqalar uchun oddiy bir ayoldir, lekin biz uchun dunyodagi eng go'zal ayol, eng yaxshi ustoz dedilar. Ustozimizga do'koningizdagi eng chiroyli gullarni olib keling dedi. Hozir eng chiroyli gullarni olib keldik onajon. Faqat gulimiz ham, o'zimiz ham xijolatib qoldik, chunki eng chiroyli deb olib kelgan gulimizdan ham ustozimiz o'zlari go'zal ekan. Go'zal ustozimiz uchun bir chiroyli qarsak chalamiz. Ustoz yana bir bor tabriklaymiz. Endi shu o'quvchilaringizga, kelolmagan o'quvchilaringizga yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Evvelam rahmet, shunday meni hurmat etib kelibsizlar. Hammangizga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, baxt, iqbol, omad ishlaringizga tilayman. Ilhomboy balama, musofirda yurgan boshqa o'quvchilarma, bu yerda kelolmay qolgan qizlarma, o'g'illarma, barina tinchlik, amonlik, baxt, sog'lik tilayman. Hammasi o'ynab kulib, bolalarning rohatini ko'rib, aqtiq chavliq ko'rib, bizlardan martabalarga erishib, hammamiz birgalikda umra hajlarga borish nasib etgan Xudoyim. Amin. Hammamizning baxtimizni, sog'lig'imizni birgalikda, quvonchlikda, baxtli kunlarda ko'rish hammamizga nasib etgan Xudoyim. Hammangizni yaxshi ko'raman. Hammangizni yaxshi ko'raman, baxir. Nodirbek ketdi mana. O'zim erkatayman, bag'alarman erkatay beri. Baxtli yurgay Xudoyim, sog'likda yurgay. Ustozlik kasbi shunday mashaqqatli kasb, lekin mana faxrli hozir sizning 20 yil oldingi ekkan mevalaringiz hosil berdi mana. Shu kirgan vaqtdan nuni esladingiz? Ularning kichkina vaqtini
Kichkina vaqtda esa. 5 klassdan aldım bular. Ustozlarning bir ham yaxshi o'quvchi, bir ham dim yomon o'quvchi esingda qoladi. Siznikida qaysi ko'proq qolgan? Bari yaxshi o'quvchi. Yaxshi Bari o'quvchilar. men kuyinimda bular birinchi o'rinda olib kelganmiz. Hamma bari oliy бағалар bular. Chunki mening birinchi o'g'lim bilan teng бағаларда bular. Yoshi bir. Shuning uchun бағалаrimda yaxshi ko'raman bularni. 25-oktyabrda Sanjar bilan birga tug'ildi mening bolam. Bular mening emas, бағаларым o'zi. Shuning uchun bularni hammadan yaxshi ko'raman. Hamma o'quvchilarimdan ustun ko'raman bularni. Ko'zlarimga shunday bir yaxshi ko'rinadi hammasi. Ustoz yana bir bor tabriklaymiz shu bergan ilmingizga, ta'lim tarbiyangizga rozi bo'lasiz. Shu o'quvchilaringiz nomidan yana bir bor tabriklaymiz sizni. Balam, sizlarga da sog'lik. Xudoyim shu 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik bundan bir 2-3 kun elde sog'lik, 60 yillik uchrashuvlar sog'lik. Xudoyim shu serdam shu 60 yillikda safingiz kamaymay, şu ustoz shu vaqtida o'zingiz boring. O'zingiz borib tabriklab o'tirish nasib etsin. 2 kundan keyin 60 yillik yubileyim o'zi bilan ketdi. Ustoz yana bir tabriklaymiz. Endi ustozlarimizga yaxshi niyatlari bo'lsa, o'quvchilar yuzlanamiz. Qizlardan Hurmatli ustozimiz Salim opa, bizlarni tarbiyalaganiniz uchun shunday yaxshi, elda aziz, har birimiz havasli nelarimizda oilamiz hozir Xudoga shukr. Shunday farzandlarni tarbiyalaganiniz uchun sizga mingdan ming rahmat, minnatdormiz. O'zimizdan farzand tarbiyalab o'tibmiz. Shunday vaqtda shunday ustozlarga dim ne bo'lamanda, havasim keladi. Shularga bir rahmat aytgim keladi-da, shuncha 30 balani bir neda xonada tarbiyalash o'zi bo'lmaydi ekan. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Xudo xolasa nasib etsa, yana uchrashuvlarda Xudo xolasa ko'p, bundan ham ko'p ko'rishamiz. Ko'rishamiz Xudo. Xudo xolasa nasib etsa, hozir bizlarni ko'rib o'tirgan boshqa o'quvchilarimiz havasda o'tiribdi-da. Endigi safar albatta keladi. Bag'alarimiz bilan birga kelinglar. Men birgalikda uchrashdik. Rahmat ustoz. Bergan hamma bilimlaringiz uchun har taraflama berdingiz. Rahmat qizim sana da. Xudo xolasa aqlingiz Xudo xolasa. Aqlni shoshma. Saliha qizim men. Ustozim shu terbiya berganingiz uchun rahmat. Haqimizda yaxshi kunimiz ham yomon kunimiz ham siz bilan o'tdi. Erkalik ham etdik, yomonlik ham etdik. Haqiqat aytib qo'ydik. Ayniqsa men. Rahmat terbiya berganingiz uchun. Bo'lsa boshqa. Ustoz shu o'tishlarni ko'rib, sizni ko'rib, ko'p vaqtdan beri ko'rganim, dim quvonib o'tiribman. Siz ham sog' salomat yuring, shu tenglarimiz, sinfdoshlarimiz, barimiz safimiz kamaymay, yaxshi kunlarda uchrashavering. Siz ham sog' salomat yuring. Har safarlar, umra safarlarga borish hammamizga birgalikda nasib etsin. Hamma sog'lik, salomatlik tilayman hammamizga, ustozimizga. Rahmat qizim. Aqlli qizlar. Ustozimizga rahmat deyman. Xudoyim sog' bo'lg'aysiz, 100 yoshlarga kirgaysiz. 60 yillik, 70 yillik yubileylaringizda inshaalloh bag'alaringizni rohatini ko'rgaysiz. Xudoyim aqtiqlaringizda yaxshi tilaklarga qo'shilamiz. Xudoyim shu 40 yillik, 50 yilliklardan keyin yana birga borib, inshaalloh birgaymiz. Amin. Ustoz rahmat ta'lim berganingiz uchun. Xudoyim oldimizda sog' salomat yuring. Hamisha shunday ko'rmay kelib turg'aymiz. Bag'alaringizning rohatini ko'ring. Sog'lik salomatlikda uchrashib turg'aymiz. Rahmat. Yaxshi. Endi Salim opa, men 3 maktabda o'qidim-da. Ogahiy maktabda o'qidim. Keyin gimnaziyada o'qidim. Keyin so'ng fasl maktabga o'tdim, O'zbekistonga. Ya söyleyapti. Endi shu 3 maktabning orasida arg'u ustozlardan ko'rib turaman. Ular unchalik birovlar meni tanimaydi, albattaki. Unchalik qalbga issiq ko'rinmaydi. Salim opamni bilan to'ylarda ko'rishamiz, o'tamiz. To'ylarda birovlarning to'ylarida men xizmat etib yurgan bo'lsam, ko'rishda quchoqlashib, intib ko'rishamiz, qalbga yaqin.
Shu ko'proq nesini olgandan keyin, ta'lim tarbiyasini olgandan keyin, mehrini olgandan keyin. Xo'p, xullas, Sayma opa, har doim oldimizda sog' bo'ling. Farzandlarimizning, bizlar o'quvchilarimizning baxtini har doim sog' bo'ling oldimizda. Allohim shu qolgan sinfdoshlarimiz aytganday, Xudoyim shu 30-40-50 yilliklardan shu yonimizda, safimizda birga teng turib, qolgan sinfdoshlarimiz ham Rossiyadagilar, chetdagilar ham birga to'lishib, tabriklamak nasib etsin. Xudoyim. Shu hammamiz sizga hurmatdamiz. Nedamiz? Har doim bizning vaqtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, bog'im sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Davom et. Doktor eding-mi? Salim opa shu Azat. hamisha sog' salomat yuring. Oilaga xotirjamlik tilaymiz. Bergan ta'limlaringizga, tarbiyangizga rozi bo'ling. Ham shu yaxshi kunlaringizda xizmat yurgaymiz bizlar ham. Sog' bo'ling hamisha. Amin. Dardingiz sog' Ustoz bergan ta'lim tarbiyangizga rozi bo'lasiz. Qilgan shu xilqimiz bormi? Boshqa sizni norozi etmaydigan o'xshaydi hech qanday deydi Xudoga shukr. Xudoyim shu ulug' qizingizni aqlingizga uylantirganingizda xizmatlaringizda yurganingiz. Xudoyim umringizni, rizqingizni uzun qilsin. Farzandlaringizni elinden bizlarni elimizda sog' salomat yurgaysiz. Amin. Xudoyim shu 50 yillikda, 60 yillikda uchrashib ko'paysak ko'payib kamaymaganmiz Xudoyim. Beramiz uchrashib o'tiramiz. Chetda yurganlardan shu hozir to'g'risi qizlar aytganda, bolalar aytganda emas xavos etib bo'libdi hozir. Borishimiz kerak edi. Nodir joyim keldi shuncha uzoqdan. Xudoyim indigi safar uchrashganlarimizda safimiz ko'payib yurgay. Sog' yurgaysiz, salomat bo'lasiz. Ular qayta 25 yillikda Yalab bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Ben dunyo turg'on chaqiruv. Nada? Ben. Yaxshi, shuni yaxshi tilaklar aytildi. Qo'shilamiz avval. Rahmat shu ta'lim bergan uchun. Sizning ta'limlaringizning orqasida mana birimiz ana yurtda, birimiz bu yurtda aylanib ishlayapmiz ham, aylanayapmiz ham. Nima deymiz? Shu Shu indigi yillarma, ya so'nggi yillarma, ya 10 yildan keyin, 15 yildan keyinmi, 50 yil bo'lsin. Shu elimizda sog' yurgaysiz. Hamma tabriklab kelib o'tiraysiz. Amin. Ustoz, nima deyman? Hammaning gapini qo'shilsam, rahmat. Tarbiyalagansiz uchun kasallanmay turing. Siz sog' bo'ling. Rahmat. Asli ko'rdim. Bosh ko'ringlar deyman. Hammangizga sog'lik, salomatlik. Farzandlaringiz oldida faqatgina ko'rib o'rgaysizlar. Ustoz sizdan 30 yil, 40 yillikdan o'tirmaganlarga nasib etsin. Hamma ishlarini rivoj, sog' salomat yuring. Mazangiz qolsa doktorimiz bor. Davolaydi. Ana shunday. Ne deymiz? Hamma ishlarini rivoj. Sizlarni ko'rdim, yaxshi bo'lib ketaman. To'xta. Mening bir akvam bu yil qasibdi. Sen o'zing qo'yib ketding, aynam qasibdi bu yil. Qo'yib ketasan. Kamera bilan yetyapti. Eshik so'radi. Bag'larni, ayqallarni qo'shilamiz, sog' salomat bo'ling. Nima deymiz? Sog'liqda bular aytganday 40 yillikmi, 50 yillikmi, 60 yillikdan birga
O'tirik. O'tirib olganmiz, Xudoy uchrashib olganmiz. Yaxshi o'tiring, mulayim. Aytganim kelsin. Salom, sog' birga ishlaringiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Ilhom aka, o'rningiz bilindi, haqiqatda o'rningiz bilindi. Ya'ni Xudo xolasa 30 yillik, 40 yillik uchrashuvlarda sizni ham kutib qolamiz. Endi suyunchisini ustozimizni o'zlari tashab qo'rasan, dollardami, yevrodami, rubldami nimadir. Tabriklaymiz. Endi ustoz Ilhom akamiz iltimos qildilar. Shu go'zalay, shu sizga Ilhom akamizning nomidan chiroyli bir she'r o'qib beradi. Qabul qilasiz. Ilhom akamizning nomidan. Qani? Yaxshiki qizim. O'zi hamma o'quvchilaringizni, akamlarni, opamlarni farzandlarim deya atadingiz bu yerga kelganimizdan. O'zimni farzandlarimday bo'lib ketgan, farzandlarim bilan teng yurgan dedingiz. Agar ruxsat bersangiz, shu farzandlaringiz, akamlar, opamlar Ilhom akam nomidan chiroyli ona haqida she'r o'qib eshittirsam. Tabassumning a'losi unda. Butun jahon ma'nosi unda. Dardlarimning davosi unda. Kulishlari chiroyli onam. Asrab meni jonginasida. Mehr oqar qonginasida. Kutib eshik yonginasida. Turishlari jonimdan onam. Tunlari bedor allalar aytgan. Beshigimni tebratgan yana. Meni deya jonini tutgan mening onam eng yaxshi ona. Atrofimda doim parvona. Mehrligim doim yagona. Mo'niskina sodda bir dona mening onam eng yaxshi ona. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarruk tant inson, himmatimsiz onajon. Farzand deb dard tortganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan, onam bor deb kerilgan, davlatimsiz onajon. Sizsiz yurak yurakmas, sizsiz tilak tilakmas. Farzandlaringizga jannat kerakmas. Jannatimsiz onajon. Onajon, shu kichkinalikdan 5-sinfdan akamlarni, opamlarni shunchalik voyaga yetkazibsiz. Ko'p vaqtimiz maktabda o'tadi o'zi. Bizni ikkinchi onamiz, ustozimiz bo'ladi. Baxtimizga sog' bo'ling. Har akamlarni, opamlarni baxtiga, bizning baxtimizga sog' bo'ling. No'g'ayilsiz. Hech qachon ko'zingizdan g'am, ko'z yoshlari oqmasligini tilab qolamiz. Doimo shunday quvonib, kulib yurish nasib etsin. Shu keyingi yil akamlar bilan, opamlar bilan Ilhom akamiz ham davramizda qatnashgan holda hajlarga, umra safarlariga yo'llanma ham taqdim qilish nasib qilsin. Yana bir bor barcha nomidan tabriklaymiz. Rahmat qizim. Umringiz sog' bo'lsin. Kelib turmaymiz Yaxshi ketdim. Yaxshi, rahmat. Salomatlik kelganlar uchun hammaga rahmat. Xudoyim meni yaxshi kunlaringizga bog'layman. Bag'alansin to'ylarni hammasini. Hajlarga bog'laymiz hammasini. Yaxshi o'tib kelinglar men uchun. Endi meni ova quvonmay bo'laman yo'qdir. Quvonmay bo'lamada rahmat hammasi uchun. Xudoyim yaxshi kunlarda ko'rishgaymiz balam. Aman sog' yurgaysan. Sog'lik salomatlikda kelgaysan. To'lib tashib kelgaysan. Xudoyim tog'alang baraketin bergay. Plastik taşlarımız hazır ham. Sağ oturun. Yaxshi kunlarda ko'rishing Xudoyim. Yaxshi ustoz, har doim shu o'quvchilarimizning ardog'ida, hurmatida yuring. Yana bir tabriklaymiz. Ishlaringizga rivoj balam. Yaxshi. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. To'ylaringizni bog'layman. Yaxshi bo'lsin. Sağ oturun. Xudo xolasa ishlaymiz. Yaxshi o'tib ketdim. Yaxshi balam, yaxshi. Sizlarni quchog'ingizga kirmadi. Men hozir o'zimni aytdim senga. Sog'ini yodga olay, beg'ubor maktabim mani. Sog'ini ko'p ko'rsinay, men qayrilib senga. Sog'inib seni eslay, birinchi sevgim mani. Sog'ina men angladim, men ayrildim sendan. Umrga sir tutaman sevgimni, senga aytolmagan o'sha gaplarimni. Bir umrga armon bo'lding qalbimda, yoshligim, beboshligim mani. Chiroq yoqsa yorishmas hech qalbimda, yoshligim qaytmas endi hech ortiga. Bir umrga armon bo'lding qalbimda, yoshligim, beboshligim mani. Oh, sog'inaman, qadringni men bilmadim. Oh, sog'inaman.
sog'inaman beg'ubor meni maktabim 2002-2003 o'quv yilining bitiruvchilari. Sizlarning davringizga kelib, maktab 9 yillik maktabga aylangan edi. Birinchi sizlar, shunga hozir sizlarni 20 yillik deganga o'ylab turibman men. 2005-yilgilar Ha, 2005'te. 2005 sizlar 2003'te bitirgan ekansizlar. Ha, demak, sizlar 9 yillik. Yaxshi zarar yo'q. Ish qilib 9'da bitirdingiz, maktabdan ketdingiz, yana o'qishni davom qildirdingiz. Kim qayerda davom qildirdi, kim ishda va kaza baribir o'z ustingizda tinmay ishlab turibsiz. Maktabda ustozlardan olgan saboqlarni yodingizda saqlab turibsiz. Shunga loyiq inson bo'lib yuribsiz deb ishonamiz. Ko'plaringizni bilmaymiz, qayerdasizlar, qayerda ishlab turibsizlar, nima qildingizlar. Shuning uchun maktab degan faqat 20 yilda emas, 30 yilda emas, 10 yilda emas, har vaqt bir kelib turadigan dargoh bu. Bu bir har vaqt nega kelib turamiz? Chunki sizlarning maktab bitirganga 20 yil bo'lsa, 5 yil, 3 yil unda o'qidingizlar, davom qildirdingizlar, yana 5 yil institutda o'qidingizlar, 8 yilmi, yana 2 yil bir narsa deb aytib, qolgan 10 yilında endi oilali bo'lasizlar axir. Sizlar ham farzandli bo'lasizlar. Ota-onangiz sizlarni qanday qilib oq yuvib, oq taragan bo'lsa, sizlar endi ota-onangizdan ko'ra ma'lumotliroq, ota-onangizdan ko'ra yaxshiroq sharoitda yashagan odamlarsizlar. Ota-onangizning davrindagi sharoitga nisbatan sizlarniki yaxshi. Sizlarga nisbatan hozirgilarniki yaxshi. Ana o'tiribsizlar. Shu kabir. Mana shu partalar yo'q edi sizlar o'qiganda. Balalarım, Allah sizlərə uzaq ömür verən olsun. Keng dövlət, vaxt saadət verən olsun. Fərzəndləriniz özlərinizdən də ziyadə, özlərinizdən həm yaxşı insanlar olub yetişsin. Mənə hazır prezidentimiz görəsizlər, televizorda görüb durubsuzlar. Şunday insan, mən həm oxucularıma aytamam. Bu prezidentimiz Özbekistanımızın mehir quyaşı. Yəni şu cümləni işlətəməm, həm haqqatdanam. Şunday mehir nurlarını saçadı bizlərə. İndi şu Özbekistanın mehir quyaşı bugün özünün mehir nurlarını dünyaya taratmaqda. Assalomu alaykum. Bizni endigina tomosha qilishga taraddud ko'rayotgan yaxshilar, ayni daqiqalarda 5-sonli maktabga yetib keldik. Sababi bu yerda 2003-yil bitiruvchilar nomidan shaxsan musofir yurtda yurgan Ilhomboy akamiz nomidan uni sinfdoshlarini va ustozlarimizni tabriklaymiz. Chiroyli sovg'alarimiz ichkaridan tayyorlangan 4 yilligimiz bilan ustozlarimizni quvontiramiz va 20 yillikni chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda nishonlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting, bo'lmasa Yo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barcha aziz o'quvchilarimizni, ustozlar sizlarni bugungi 20 yillik sog'inch bilan, 20 yillik didor bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Musofir yurtda yurgan Ilhomboy o'quvchingiz nomidan tabriklaymiz. Ustoz, sizga arzimagan sovg'amiz bor, qabul qilasiz. Assalomu alaykum. Ustoz. Bu sizga. Tabriklaymiz ustoz. Ustoz, bu sizga. Qabul qilasiz. Ilhomboy o'quvchingiz nomidan barcha o'quvchilaringizni A sinfning nomidan qabul qilasiz. Yana bir bor bugungi Kuchga shiroatga ega bo'lgan ajoyib inson bo'lib kamal topaversin. Yaxshi, rahmat. Yana bir bor tabriklaymiz. Bugungi mana shunday 20 yillik sog'inch muborak bo'lsin. Hammangizni tabriklaymiz. Ilohim shu 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlarda ham hammangizni qatorimiz kam bo'lmasdan bundan da ko'payib musofir yurtda yurgan sinfdoshlarimiz ham kelib, shundaqda ham ustozlarimiz yonimizda turib, ustozlarimizni tabriklash nasib etsin. O'cha qo'ysangiz ham bo'ladi, bilaverasiz. Ustoz buni menga qo'ydim.
Bugun biroz hayajonliroq-ku. Biz tarqalmaymiz bu shunchaki so'nggi qo'ng'iroq-ku. Yilda bir oq ko'ylak kiyganlar bugun xuddi eng oddobli. Bugun tugaydi maktab, tugamaydi o'rtoqlik. Hammasi maqsadga muvofiq bo'lar. Axir hammasi orzulariga munosib bo'lar. Bu advokat, bunisi vrach, mana bu qozi bo'lar. Qayerda hozir ular? Kechagidek esimda o'sha kosmon musaffo. Kim bo'lasan desang hech kim demaydi musofir. Elchi bo'lib. Aziz bitiruvchilar, maktabimizga xush kelibsizlar. Ya'ni o'zlarimizning sobiq maktabimiz. Endi shu maktabni bitirganimizga mana 20 yil bo'ldi. O'zbekchilik etib o'zlaring shu 20 yil inshaalloh kelgan ekansizlar. Hamma ana shunday 20 yilliklarimiz bardavom bo'lsin. 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik uchrashganlardan hammangiz qatorda kam bo'lmay ana shunday o'zbekchilik etib yuraverasizlar. O'quvchilik davlaringizni hammangiz ko'zimning oldidan o'tib turibsizlar. Birin-birin qarab o'tirsak, oqshom Muratjon kelganda yonidan aytdim, Muratjon kelganda bular kimlar bor edi, kimlar hech yodmoqchimda. O'zi yana ko'rgandim, bida o'tiringizlar bilaman. Bular edi aytgancha deb so'ng saymoqay bularni rahbari deb yadıma düşdü. Bir zamanda 20 yıl o'tdi. Xudo xolasa mana bolalarimiz ham shu hozirda eng yo'q garanti 8-7 klass bor bolalarimiz. Xudo xolasa ularning ham 11 yillik bitirgandan keyin ana shunday vaqtlarda ham shu maktabga kelib o'zlarimiz ularni tabriklab o'tiringlar, biz sizlarni tabriklab, sizlar o'quvchilaringizlar, sizlar bolalaringizni ham bitirtirdik deb shunday aytib, quvonib o'tirish nasib etdi. Hammangizning ishlaringizga omad, rivojini bersin, sog'lik salomat bo'lsin, oilalarimiz tinch, totuv yashanglar, farzandlarimizning kamolini ko'rish nasib etsin hammangizga. Ana aziz o'quvchilar, tilaklarimiz bo'lsa, marhamat. Men ustoz. Ustoz, sizga ham o'zingizning tilaklaringiz yor bo'lsin. Bizlarni shunday yaxshi etib, mana hozir hamma sinfimizdagi bolalar o'zi asli bizning klassimizdagi bolalar a'lochi edi-da. O'zi umuman hammasi tirishqoq, a'lochi, Xudoga shukr shunday yomoni chiqmadi. Hammasi zo'r, hammasi o'zining o'rniga ega bo'lgan, elda yurtda hurmatga ega bo'lgan. Har xil kasbning o'zining fidoyi nelari ustasi bo'lib chiqdi hammasi. Rahmat bergan bilimlaringiz uchun, bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Bizlarga matematika fanidan dars bergansiz shu vaqtida, lekin bizlar uncha yaxshi netmay shunchaki tartiblab o'tirsak bo'ldi deb o'tirganmiz shu vaqtida, lekin hayot davomida ko'rdik. Albatta birinchi matematika, intizom bu eng birinchi turadigan nelar ekanda hayotda o'zi. Asta-asta ko'rib keltiramiz. U vaqtda bilmaganmizda, chunki yosh bo'lganmiz axir. Hamma narsa hozir ham mana sinfdoshlarimiz aytib turibdi. Hattoki 1 soatga deydi, shu vaqtga qaytib qolsak edi deydi. Lekin uni iloji yo'q, albatta. Shundan mana o'zlarimiz eslik deb keldik. Sizlarni Salima ustozimiz sizning uyina borib hozir tabriklab keldik. Yaqa kela olmadi. Mehribon ustozimiz, birinchi ustozimiz bizlarning, uni hozir kafega taklif etib qo'yibmiz. Xudo xolasa birga o'tiramiz. Hamma bergan bilimlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat yuring, ustoz baxtimizga farzandlarimizdan tarbiyalash nasib etsin. Yana bir bor bugungi 20 yillik uchrashuvimiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana o'tib ketdi 20 yil. Kimlarnidir ko'rdim ko'cha-yu kuyda, yana kimlarnidir esa qaysidir to'yda. Didor g'animatdir, didor g'animat. Sog'inchlar olislab uchrashdik yana, mushtoq ko'ngillarimiz qildi tantana, o'tiribmiz birga bo'lib hamxona, didor g'animatdir, didor g'animat. Nasib qilaversin yana uchrashish, qo'lga qo'l berib, ko'zga ko'z tushish, kelmasin xayolga safimiz buzush, didor g'animatdir, didor g'animat. Yana bir bor bugungi 20 yillik didor muborak bo'lsin. Ustoz, sizni ham tabriklaymiz. Shu bergan bilimingizga rozi bo'lasiz. Shu o'quvchilaringiz nomidan, Ilhomboy akamizning nomidan bilib bilmay ko'nglingizni og'ritgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Bu chiroyli qarsaklar siz uchun. Go'zalay. Sabr qilib yengsa bo'lar sinovlarni. Ammo yaqinlardan ayro bo'lmoq qiyin, mehr istab qicholmaysan birovlarni. Eng bebaho ne'mat asli didor shirin. Yana bir bor 10 yillik muborak bo'lsin. 20 yillik. 20 yillik. 20 yillik.
Bo'ldi, yana bir bor 20 yillik muborak bo'lsin. Shu do'stligingizga, ahilligingizga ko'z tegmasin. Keyingi yil 30 yillikda, 40 yillikda ham shu ustozimiz maktabni aylantirib, birgalikda yurish nasib etsin. Ustoz, sizni ham tabriklaymiz. O'quvchilaringizni 20 yilligi bilan hamma vaqt yoningizga kelib, hamma yil, bir yil bo'lsa-da sizni ko'rib ketib yurish nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor barcha tabriklab qolamiz. Keyingi yil kelganimizda Ilhomboy akamiz bilan birgalikda kelish ham nasib qilsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Ya to'xtab. Kechik keladi. Kechik keladi. Kechik keladi dersga bu. Nima kechikkan shu Aziz o'quvchilar, hozir sinfga kirishda kim nimani esladi? Shu haqida ikki og'iz so'ylab bersangizlar. Shular hayajon bo'ldi. Maktab vaqtida yurgan vaqtimiz yodimizga tushdi. Barimizni bo'lsa kerak. Bu vaqtlar o'ynab kulib, bir-birimiz bilan urushib. Ayniqsa ko'proq qaysi yodingizga tushdi? Darsda shu sinfda shu partada to'rt qiz bo'lib o'tiradigan edik. Yozib ko'chirib, ana shular yodimga tushdi. Bolalarning sho'xliqlari yodimga tushdi. Bakani shu kun nazarda chashni suvlab ketdi. Madrimdan Sardardan bir dema chiqib o'ylab qolganlar bir narsa. Nazar ketayda Endi kim yana uni istaydi? Zira birda qo'shiq aytib o'tirmaydi. Qo'shishga qo'shiladi qo'ydi. Ingilizga qo'shiq aytib Bilishlik Allah'ım bilishlik. Hazırlaç bilishlik. Can kanalımız. Kimne? Azadan Hüseyin'den qo'shiq çırbayıp beradi. O'tir birda çırbayıp qo'shiq. Çarşılar bu başladıklar. Siz onu iyisiniz. Kim qachon kelsa, yura qachmita o'tkazadi. Maktabda umuman qochib ko'rmaganman. Shunda qochib bir martadan shu kechga qolib kelmaganman deb yodimga tushdi. Shuncha yo'q. Masala uzoq bo'lganda. Bu xona kichiraymagan, menimcha siz o'qiyapsiz. Saçimni ko'rib bo'lib, ko'rmagan formadan kelardik. Birinchi shu forma, birinchi ham shu formada ko'rib o'rgatgan sochlarni. Endi sinfdoshlarga yetarli bo'lsa, bemalol aytavasizlar. Sinfdoshlar bir-biringizga. Murat sana rahmat Bilmezsizlar. Başımız şu bu, olsun börekleri. Rahmet sana. Keyfiyetimiz ko'tarildi, bir-birimizni ko'rib, aylanib, ustozlarimizni ko'rib, rahmat hammasine. Buni saçın sulab ketyapsiz. Insanlar tutar qo'y sulab keldi. Nega bize 5. klassda men keldim bu yerga. Sanjar bor edi. Bu yerda talanti bor, san'atga daxldor bo'lgan. Dairaka Shijoat. Men ham Sherzod keyin 5. klassda bu yerda har yil kuyin bo'lib qo'ydi 3 klass atrofida, ya'ni ABG Giyob edi bu. Şu nesinde kuyin bo'lib qo'ydi, bize birinchi o'rinda olib qo'ydi. Keyin Sherzod ya Sherzod bor o'sha Ag'abekning yanında gitarist. Shundan bize birinchi o'rinda olaverganimiz uchun bizning klassda o'tdi, A klassda, B klassdan B o'tdi. 5. klassdan tortib 9gacha bize podriyat birinchi o'rinda o'qiganmiz kuyimda. Ana shu klassda tayyorlanadigan shu yerda chiqdim. Şu üçümüz eng talablisi üçümüz edik. Konkurslarga nega qatnashibdan, lekin albatta klassdan ham, boshqa qizlardan ham, bolalardan ham xizmatga ketdi edi. Shu tür. Tashkilga ruxsat beraman. Birinchi o'rinda asanslar shuna o'l deb tirishib qo'ydik. Shunday bo'ladi. Tashkilga ruxsat beraman. Shunday klass edik, bizlar vaqtlar. Onlar bozuldu.
Selim apam. Zeynep topuyorduk Selim apam neyse. 4. klasta Mehriban bir yıl okuyor. Liseye mi çıkıyor? Altıda ama 7'de gittirmez. Beşte gelişti. Beşte okudu. 5'te okudum, 6'da geldim. Zeynep bari kadırdansılar. Usul kaç orada yok. Ama fezle bir kere verdi değil mi? İlk özlük bir olama, ilk özel kurumlardan adı seninle yaptık ama yine Satları var. oğlum aşağı 100 lira değil sen diye Bize bir gün Nadir ekemiz Klaşatke'de bu bilen ikiş oynap durdu. İlkömden ben edemen dedi. Da bu. İlkömden bir yol Sarıga şehzat idi o. Yani Nadir şehzat. Zinadan bir yıl Onu çıkardı lan. Onu da çıkart koyduk da onu. Kim? Türk kaplardan saldırmağa bir yerden kum doğdu. Bunlar bu aradan 10-15 gün ötkenle tek tuttuk. Kolum bir şeye kaldırıydı. Utanmaydan. Ameyt almam ben dedi. Şu an ne yapar sağlık? Ha. Bitken ne var? Ne? Bitken hiç. Ne bu nerede? Serdar güzel filmi duysan. Serdar bu bizi hazır kırda bu şu yürüyümlüklarda yatatan maliyetçi hemmemiz Allah'ın hizmetimiz olsa Momaydan ülke basında lekin bunun yine bir hisler de var. Serdar bu gelen Ilhan'ın kese şiir yaparlar. Onun yapan şiirlerini Gülüynur neler? Kuşak etmek. Mercan aldı ya. Kuşak etmek var. Ben şu hava. Koşma. Ayıp bir ne? Yardım gerek bir olsun. Ekran'a çıkıp aytalı söyledi. Lekin at familyasını yazsa çürüdün üstünde 3 hata ettik şimdi. Hatta bir şey yapmadı. Seriyorsun değil. Eyvallah saçma değil mi? Çıkıp koşmalarım bir böyle geçimine kadar bakalım. Ene. Gördün mü? Bizi hazır çıktı var mı? O hazır mı? Mürsel abi. Görüyor musun? Bunlar güzel. Güzel türevi yakında böldük. Kimin tespitine böldük? Afterlık bilmem. Bu şimdi şunu da açıp bir vergen la bu. Toydan emirim. Keyifler ne eslerge bu olmayı. Alo, cesimde aytman, teşkilinde aytman hoş kalma. İsle Yine çıktık. yazdı. Ya sen gözün şair olsan bilmesene kalsın. Bu keyifte yazamın diye. Ama ayağımdayım ya. Gözüm yüreğimde degen koşkum yenike. Kara gözüm yüreğimde degen. Gülünurga vergen koştum. Şu teşkilimde aytkan o komşularım bir narsa deb aytgan qo'shig'i var o nesi tug'an kunimda. Neda var mı? Oğlan meniki var. Ana gördün mü sen? Mana kamerada. Stan bayaqdan sen. Marjalalıga hozirgi 23dan 24 25 ga sapsariq degan qo'shiqlar bor, bermaydi. Ana shundan meniki. Yuragingni oladimi? Ha. O'zingizdan so'rab tursangiz bo'ladi. Neden şundan dedim? Heyetden tutursun. $100 berib ketdi, nega? Siyah qilibni. $100 berib ketdi. Esh qo'shib berganman. Bize klasımızda Tursun Aytaman en dengesesi, en mındayı şuydu. Lekin hazırki vaqtda en meşgul şu tanımını. Vatan ya bilmez boyunca meşguliydi, hazır ne boyunca meşguliydi. Gül Yürekhan ya ber. Bunda yok. Zor iş kılıp hemmege Ahmet işlerinden. Turamiz bey. Buraya gel açıp Shunday qo'shiqlar elimga yozdiramam. Ya so'rab qo'ysa da bo'ladi. $100 berib Hazır mektep yanında kalaştı.
Demak, ayni daqiqalarda Karavan kafesiga tashrif buyurdik. Bu yerda 20 yillikni nishonlaymiz. 2003-yil bitirganlarning 20 yilligi munosabati bilan tashrif buyurganmiz. Mehribon ustozimiz ham tashrif buyurgan. Chiroyli gullarimiz bilan ularni xursand qilamiz. Chiroyli sovg'alarimiz ham bor. Hozir ichkariga kiramiz. Chiroyli niyatlar, tilaklar bilan davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. ketdik. Nima boshlak? Azıkıp vurar yürekler, yaşı koyun bizni bekler, sarı yezgen ey yolekler, bolar gül didar şirin, azıkıp vurar yürekler, yaşı koyun bizni bekler, sarı yezgen ey yolekler. Hayır sözünü aytamayız. Ne halimdi bu dergahga, ola bulup kaytamayız. Assalomu alaykum yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum ustoz. O'quvchilaringizni, akamlarni, opamlarni 20 yillik yubileyi bilan, 20 yillik uchrashuv bilan tabriklaymiz ustoz. Davramizni to'ldirib o'tirganlaringizdan hammangizdan xursandmiz deb qolamiz ustoz. Chiroyli sovg'amiz bor. Kimlar nomidanligini sezdingiz menimcha. Shu yerga tashrif buyurgan jamiki mehmonlar, akamlar, o'quvchilaringiz nomidan hamda bu yerga tashrif buyura olmagan musofirlikdagi barcha o'quvchilaringiz, Ilhomboy akamiz hamda ular nomidan tashrif buyurdik. Mana shu chiroyli gullarimizni Ilhomboy akamiz nomidan, barcha o'quvchilaringiz nomidan qabul qilasiz ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlarda ham davramizni to'g'ridan to'ldirib o'tirish nasib qilsin ustoz. Yana bir bor tabriklaymiz. Marhamat, mana shunday sovg'alarni qabul qilasiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Muhabbatga to'la yurak go'zallik yaratadi. Go'zal qalbli, shirin so'zli, qalbi go'zallar
Demak, bugun sizlarni yana bir bor 20 yillik uchrashuvingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustoz, bugungi diydor muborak bo'lsin. 20 yillik sog'inch muborak bo'lsin. Ilohim hamkasbimiz takrorlagandek, ular aytgandek 30, 40, 50 yillik uchrashuvlarni ham sizlardan tabriklash hammamizga nasib va ro'za aylasin. Endi mana shunday go'zal she'riy tabrigimizni qabul qilasiz. Albatta mana shunday go'zal she'riy tabriklarimizni o'qiyamiz. Bugungi mana shunday diydor muborak bo'lsin. Sog'inch yana bir bor muborak bo'lsin. Manzil uzoq borolmayman hech. Orzularni bo'lishsak deyman. Mayli, har kun bo'lmasa hamlik sinfdoshlar bir oyda bir ko'rishsak deyman. Sog'inchlardan to'lar yuraklar, sog'inchlardan so'nar yuraklar, har kun sizni so'rar yuraklar, sinfdoshlar bir oyda bir ko'rishsak deyman. O'ksik ko'ngil diydor istaydi, har lahzasi sizni qo'msaydi. Sog'inganim bilsangiz edi, sinfdoshlar bir oyda bir ko'rishsak deyman. Mana shunday go'zal she'riy tabriklar bilan sizlarni tabriklaymiz. Bugungi mana shunday shukrona kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Endi taomlar keldi, yoqimli ishtahlat, xush kayfiyat, maroqli hordiq tilaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin kayfiyat ko'tarib o'ynaymiz. Davom qilamiz. Ovoz yaxshi. Qanday ustoz? Bolalarim, o'g'illarim, qizlarim. Meni shunday bir yaxshi kunlarda uchrashib qolgan ekanmiz, xursandman. Meni shunday hurmat etib, shunday yaxshi kuningizga chaqirganingiz uchun hammangizdan minnatdorman. Xudoyim Allohdan sizlarga bilan sog'lik tilayman, aql tilayman. Xudoyim umr yo'ldoshingiz bilan bir umr baxtli bo'lasizlar. Bolalaringiz baxtini, rohatini, kamolini ko'rib o'tishlarga nasib etgay. Oilangizga tinchlik tilayman, xotirjamlik tilayman, baxt tilayman. Xudoyim biror ishni boshlaganingizda Alloh sizlarga yordamchi bo'lsin. Allohchi bo'g'ay. Men hamisha qancha umr ko'rgan bo'lsam, qancha umr ko'rsam ham hamma sizlarga duo qilganman. Bundan keyin ham Alloh taolam qancha umr bergan bo'lsa, sizlarga duo qilaman. Hamisha duodaman. Shuncha sizlarga uchun sizlardan minnatdorman, xursandman. Xudoyim niyatingiz bor, qalbingizda tubida turgan qanday niyatlaringiz bo'lsa, Alloh taolam yetkazay. Xudoyim, Allohim shunday tinch zamondamiz. Tinchlikda, to'kin-sochinlikda yashab turgan ekanmiz, Xudoga shukr. Mana ko'rdik, hammangizni ko'rib xursand bo'ldim. Xudoyim, yaqinda hammangiz endi qizlaringizni turmushga beradigan yoshda bo'lib qolibsizlar. O'g'lingiz bilan turadigan yoshda bo'lib qolibsizlar. Xudoyim shunday kunlarga yetkazgay. Qaynota bo'lasizlar, qaynona bo'lasizlar, Xudoyim. Alloh mana shu duolarimizni bizlarning, mening duomni, sizlarning duolaringizni nurga aylantirib, Alloh huzurida mustajab bo'ladi. Duolarimiz nurga aylanib mustajab bo'ladi. Allohdan sizlarga yana tilagim bor. Xudoyim og'alaringizning rohatini, kamolini, baxtini ko'rish nasib etgay. Aqtiq, chovliq ko'rib o'tirgaysizlar. Hamma o'zibirchilingiz bo'lsin. Mehrli, oqibatli bo'gaysizlar. Hajim buva, hajim mama bo'gaysizlar. Shu sizlar shu yurtlarga Alloh taolam hammamizni chaqiradi. Meni ham sizlardan chaqiradi. Shunday inson bo'gaysizlar. Nima ish qilsangizlar ham rizqingizni g'ayibdan bitmas tugamasindan bog'alaringizga shunday halolma yedirayotganingizdan xursandman. Alloh taolam hamisha sizlarni qo'llab-quvvatlagay. Allohning nazaridan qolmagaysizlar, Xudoyim. Alloh taolam o'mi Xudoyim hamma ishlarni qo'ldan kelib maqlarimiz, tilaklarim chin qalbimdan Allohdan hamisha so'rayman. Ta qancha umr bergan bo'lsa sizlarni duodaman. Bolalarim, qizlarim unib o'sin murod maqsadingizga yetkaysizlar. O'mi Xudoyim. Aytganlaringiz kelsin. Yana bir bor tabriklaymiz. 20 yillik uchrashuv muborak bo'lsin. Do'stligingizga, ahilligingizga ko'z tegmasin. Xudo umr bersa yashayversa to'q. Aytkin kimning 100 yil yashagisi yo'q. Lek ko'ngil tubida bir ochar bir cho'q, bir kunda bir soat
do'st uchun yasha. Qafasga sig'maydi ro'zg'or tashvishi. Joningni chimirar ro'zg'or tashvishi. Ayt, payam topganmi bu dunyo ishi? Bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli, qadah tutma, didoriga to'y. Ostonangda bir kun bo'y ko'rsatganda shu kun, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Kimgadir gul, kim uchun pul yashar. Quyosh ko'kka unar, nur uchun yashar. Samon didor topgan dur uchun yashar. Bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Hech qachon do'stligingizga, xilligingizga ko'z tegmasin. Mana shu yerda bo'lgan barcha chiroyli niyatlar, shu yergacha bo'lib kelgan barcha chiroyli niyatlar Alloh taolo dargohida qabul bo'lsin. 20 yilligingizda o'tirdingiz, 30-40 yillikda ham o'tirish nasib qilsin deganlar chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin davom qilamiz. Xudo bergan umrning 4 fasli ham bahormas. Sozlar bilvoling, musofir mardikormas. Rizq izlagan yo'lbars haqoratga ko'nmas u. Aslo quruq qaytmas u. Musofir mardikormas. Yo'lning qora oqida adashamiz gohida, Allohning panohida musofir mardikormas. Ot chopsa kerak taqa, kimda yo'q bola chaqa, yuragi yara chaqa. Musofir mardikormas, musofir mardikormas, musofir mardikormas. Robbim saqla balodan, musofir mardikormas. Musofir mardikormas, musofir mardikormas. Allohning panohida musofir mardikormas. Ezgan musofir mardikormas. Yerning yuzi joy namoz, vaqt topib o'qir namoz. O'ylab gapirgin nokas, musofir mardikormas. Yerning yuzi joy namoz, vaqt topib o'qir namoz. O'ylab gapirgin nokas, musofir mardikormas. Umid uzmas duodan, faqat so'rar Xudodan. Robbim saqla balodan, musofir mardikormas. Musofir mardikormas, musofir mardikormas. Robbim saqla balodan, musofir mardikormas. Musofir mardikormas, musofir mardikormas. Allohning panohida musofir mardikormas. Allohning panohida musofir mardikormas. Musofir mardikormas, musofir mardikormas. Allohning panohida
musofir mardi karmas. Allohning panohida musofir mardi karmas. Musofir mardi karmas.